Odamxo'r kelin. Birinchi qism. Akajonimning to'ylari juda ham dabdaba bilan o'tdi. To'yxonaga akam bilan kelinoyim kirib kelishayotganda ko'zlarimga yosh keldi. 3 yil avval bo'lib o'tgan to'yim esimga tushib ketdi. Biz rasmga tushgani sahnaga chiqdik. Ochig'i kelinoyimni qarashlari menga umuman yoqmadi. Ko'rinishi juda ham sovuq edi. Lekin binoydek o'tirardi. To'y tugadi. Yor-yorlar bilan uyga olib keldik. Xullas, hamma urf-odatlar ado etildi. Men shu kuni qoladigan bo'ldim. Hovlimiz katta, xonalarimiz ko'p. Men, akam va oyim yashar edik. Men turmushga chiqib ketganimdan keyin onam bilan akam yolg'iz qolib ketishdi. Endi esa ko'nglim to'q. Uyga kelin keldi. Erta tongda qarasam, yonimda qizim yo'q. Hovlidadir deb yuvinib hovliga chiqdim. Qo'ni-qo'shnilar, kelin salom bo'lardi. Odamlar orasida qizimni qidirdim, ammo ko'rinmadi. Onamning yollariga borib, "Kamolani ko'rmadingizmi, oyijon?" deb so'radim. Onam "Yo'q hali. Xonangdan chiqmadi. Men azonda turgandim. Hali beri qizing sizlar uxlagan xonangdan chiqmadi", dedilar. Shosha-pisha har bir xonani burchak-burchagigacha tekshirdim. Qizim yo'q edi. Mahallaga chiqib qo'ni-qo'shnilardan so'ramagan, surishtirmagan odamim qolmadi. Hech kim Kamolani ko'rmagan. Erimga yig'lab telefon qildim. Bir guruh militsiya xodimlari bilan yetib kelishdi. Qidiruvga berishdi. Oradan 15 kun o'tsa ham qizim topilmadi. 2 yoshli qizimni juda ham sog'inib ado bo'ldim. Onamning uyiga bordim. Darvoza ochiq ekan. Ichkaridan qo'shnimizning "Nahotki Zulayxoxon, ertalab Davron o'g'lim sizlarnikiga chiqib ketgandi, hali qaytmadi" deb kelinimizga gapirardi. Kelinimiz esa ensasini qotirib, "Bilmasam, sal turib chiqib ketgandi" dedi. Salomlashib ichkariga kirdim. Qo'shnimiz xavotirlanib so'rashib, ertalab kelinimiz chaqirgani uchun o'g'li Davron bizning xonadonga kirib qaytib chiqmaganini aytdi. Men ham xijolat bo'lib, "Qaytib qolar, ko'chada bolalar bilan o'ynab yurgandir-da" dedim. Qo'shnimiz "Mayli, uzr, bezovta qildim" deb chiqib ketdi. Kelinimiz bilan so'rashib, "Oyim qanilar" deb so'radim. "Voy, hazillashyapsizmi opajon? Axir oyijon kechadan avvalgi kuni sizlarnikiga ketgan edi-ku" deb menga tikilib qaradi. Tushunmadim. "Oyim kelmadi-ku biznikiga. Yo'qsa kelmasdim-ku bu yerga" deb xavotirlana boshladim. Akamga telefon qildim. Yetib keldilar. Hamma qo'ni-qo'shni, tanish-bilish, qavm qarindoshlarga birma-bir telefon qilib surishtirdik. Hech kimnikiga bormaganlar. Yuragimga g'ulg'ula bo'lib, vahimaga tushib qoldim. Akam shoshib, "Men militsiyaga boraman, sen uyda o'tir" deb chiqib ketdilar. Negadir kelinimiz bexavotir, ishlarini qilib yurardi. Men uni kuzatib o'tirardim. Hattoki yonimga kelib bir og'iz oyimni so'ramadi. Qizimni ham. Unga nisbatan shubha uyg'ondi. Ko'nglimda notinchlik. Nahotki shuncha ishlarni boshiga kelinimiz turgan bo'lsa-ya. 2 hafta ichida 3 ta inson ishsiz yo'qoldi. Kelinimiz esa men uni obdon kuzatdim. U yonimga kelib, "Opajon, ketasizmi?" deb so'radi. Men qotib qoldim. "Nega endi men sizga xalaqit beryapmanmi? Bugun shu yerda qolaman" deb ichkariga kirib ketdim. Uyga kirib uni parda orqasidan kuzatdim. Men kirib ketgan xonaga shunchalik ham yomon qarardiki, o'qrayib ko'zlari joyidan chiqib ketay degandek. U tinmay yer to'laga kirib chiqib ketardi. U xonasiga kirib ketdi. Men esa bundan foydalanib tezlik bilan yer to'laga kirib oldim. Yer to'la qop-qorong'u edi. Fonar olgani tepaga chiqmoqchi edim. Men tomonga kelinimiz kelardi. Qo'lida pichoq. Darhol bekinib oldim. U pastga tushib, fonarni yoqdi-da, katta temir idishni ochib, lablarini chopillatib, tillarini o'ynatib, lablarini yalab, tez-tez nafas olib, bir xunuk tirjayardi-da, idish ichiga qo'lini tiqib, kesilgan qo'lni olib chiqdi. Dadam nikoh kechasida onamning qo'llariga taqqan nikoh uzukli qo'l edi. Bir soniyaga nafasim to'xtab qoldi. Ko'zlarim qizarib, achchiq yoshga to'ldi. Qo'rquvdan dag'-dag' titrab, joyimdan qimirlay olmay qoldim. U esa bamayli xotir o'tkir pichoqlar bilan kesilgan qo'lni maydalab, barmoqlarini alohida kesib olib, qitirlatib yega boshladi. Qon bo'lib ketgan barmoqlarini yalab, idishni yopib, xotirjam bo'lib chiqib ketdi. Men bir pas joyimdan o'tirdim-da, tepaga chiqishga haddim sig'masdi.
Shu payt opajon degan ovoz eshitildi. Cho'chib ketdim. Opa dedi yana. Ey Xudoyim, agar u meni bu yerdaligimni bilsa, nima ish qilib yurganini ko'rganimni, xabar topganimni bilsa, meni ham o'ldiradi-ku deb tepaga chiqaman-u, qochaman deb o'yladim. Zinadan tepaga ko'tarildim. Hovlida kelin yo'q. Uning xonasida chiroqlar yoniq ekan. U xonasida ekan. Men tezroq bu yerdan qochib chiqib ketay deb zinadan ko'tarilishimni bilaman. Shu payt boshimga urilgan qattiq zarbadan pastga yiqilib tushdim. Inqillab tepaga qarasam, kelinimiz. Nima? O'lgin kelib qoldimi? Yoki seni ham onang bilan qizingni oldiga yuboraymi? Attang. Sal ertaroq bilib qolganimda seni ham 4-5 kunda chaqirib olib, akangni bu joyga jo'natib, qaynoqqina qonlaringdan ichmoqchi edim. Qara, omading bor ekan. Bugunchalik senga tegmayman. Bugun sen qop-qorong'u yer to'lada yotasan deb ustimga sakrab chiqdi. Qo'l oyoqlarimni boylab qo'ydi. Kuchim yetmasdi. Dodlab baqirdim. Qo'lidagi ro'molchasini burnimga tutish bilan boshqa hech nima esimda qolmadi. Sal turib quloqimga chalingan ovozlardan ingrab ko'zimni ochdim. Men qop-qorong'u xonada edim. Negadir qo'l oyoqlarim bilan stulga boylangan edim. Akam bilan erim hovlida gaplashishar edi. Xursand bo'lib ketdim. Qanchalik urinmay qo'limni yecha olmasdim. Qimirlay ham olmasdim. Erim bugun bu yerda kelib uyga qaytmaganimni, rosa telefon qilsa ham ko'tarmaganimni aytib xavotirlanardilar. Shu payt kelinimizning ovozi eshitildi. Siz oyjonni qidirgani ketganingizdan so'ng opajon ham sal o'tmay chiqib ketdilar. Men Xudodan yordam so'rardim. Tinmay shu odamxo'rning changalidan qutulishni yig'lab yolvorib so'rardim. Bog'langan stuldan qimirlab yerga gursillab yiqildim. Og'zimga yopishtirilgan skochni bir amallab chiqarib aka deb bor ovozimda baqirdim. Yig'lardim. Meni eshityaptimikan deb suv bo'lib terga botib ketdim. Qattiq qo'rqqanimdan shu payt men tomonga qarab kelayotgan qadamlardan xursand bo'lib ketdim. Akam deb ko'zlarimni mo'ltiratib meni qutqarishini kutardim. Fonar tutildi yuzimga. Yorug'idan men ko'zlarimni olib qochdim. Shu payt yuzimdan qisib ushlagan qo'l va quloqimga pichirlagan tovushdan telba bo'lib qolay dedim. Davomi sizni qiziqtiryaptimi? Davomini ertaga chiqaramiz. Ushbu videorolikimizni davomini kutayotgan bo'lsangiz, ko'proq like bosing. Shunga qarab, agar like'lar ko'p bo'lsa, davomini ertaga chiqaramiz.